Manda yura olmaysan deb aytishdi-da, qiynalasan deyishdi. Yo'q, Oyisa. Bu simfizitis umuman sizni kesilma bo'lishingizga ko'rsatma bo'lmaydi. Simfizit yo'q demayman, bor, lekin juda ham yengil darajada. Ahamiyat nima deydi? Butun fokusingizni qaratadigan darajada emas. Unaqa siqilmang. Nogironlik olib kelmaydi bu. Bemalol, hatto o'zingiz bemalol tug'ishingiz mumkin. Muammo bolani o'zida. Miyasida kuchli kislorod aylanmayapti yaxshi. Gipoksiyasi kuchli-da. Unga sabab suvingiz kamayib ketganda. Siz aytasiz, Andijonga ketib tug'sam deyapsiz. Yo'q, Oyisi. Agar yo'q ishongan vrachingiz bo'lsa, mayli. Lekin bu yerda albatta KTga qildirib keting. Bolani hozir kompyuterni KTga qildirish kerak. O'shanda bolani ahvoli to'g'risida to'liq ma'lumot olasizlar. Yaqinda yangi filial ochamiz, o'shanda kompyuterni KTga qo'ydiramiz.